Hürmetlik vatandaşım, devamını başlayımız. Liksiyimizin başta ettik. Xitaydan hazır pul yetkeş meselesi Xitayning iqtisodiy tahdid paydo qilib atqanda pul yetkashni qanday chorlar bilan yetkaydi deydigan Xechinglan xonimning maqolasini sizlarga tanishtirdik. Shuning davomi. Diqqat qilinglar endi. Davlat ishidagi nurg'un shirkatlar birlashma shirkatlarni qurish orqali chet elga pul yetkash. Topgan foydani shirkatning kapitali o'rni shu davlatlarda qoldirib qo'yish. Bahonasida pul yetkash. 4. Bank kasbiy mulozimati orqali bank hisobot nomerini yetkab chiqib ketish. Anglashda qaraganda yuqorqi 4 turlik mulozimat turlari ichida 40%dan ortiq tur davlat uchun ishlamagan. Faqat pul yetkab ketish mulozimatini bajargan xolos. 40%dan ortiq tur bo'yicha davlat uchun hech kim ishlamagan. Faqat pul yetkab ketish mulozimatini bajargan xolos. Ba'zi chet el matbuotlari tashqi privatning eqib ketishi Jungoning privat boshqarish idorasi va bank nazorat komiteti va boshqa boshqarish organlarining eqib chiqib ketayotgan pul ko'lamining zodi qanchalik ekanligini ayirmaganligi keltirib chiqargan deyishidi. Lekin mening ko'z qarashim, fikrim boshqacha, deydi Xechinglan xonim. Chunki tashqi privat boshqarish idorasi, bank nazorat komiteti va boshqa boshqarish organlarida ishlaydigan amaldorlarning hammasining bola chaqasi degudek chet elda o'qiydi, chet elda o'ltiraqlashgan. Bo'lib bu pul bu yo'l orqali Jungodan pul yetkab ketish nayta oson ish va pulni yetkab chiqib ketalaydi. Shu nazorat komiteti va boshqalar ishlaydigan amaldorlarning hammasining bolasi chet elda o'ltiraqlashgan. Bu yollarni pul yetkab chiqib ketalaydi dedi. Ayni chaqda Kompartiya bilan Gomindan ishga urush qilayotganda, Gomindan Kompartiyaning qo'li bilan mag'lub bo'ldi. Bundaq bo'lishning sabablarining biri shuki, nayt ko'p Kompartiya a'zolari dushmanning ichki qismida kurash qilgan. Masalan, boshda nurg'un qatim so'zlab o'tdik. Pabi pul islohoti aql ko'rsatgan Qizil Pochaq Yoshurun xizmat qiluvchi iqtisodshunos Yejoding bevosita Joe Illayning rahbarligida xizmat qilgan. Gomindanning ichki qismiga yoshirilgan kishi edi. Bugun Jungo hukumati tayinib, ishlatayotgan pul muomala sistemasini nazorat qiluvchi amaldorlar, bu amaldorlarning mutlaq ko'p qismi chet elga pul yetkazishga ehtiyojli bo'lganlikdan bularning pul yetkazishda o'ynayotgan roli ayni chog'da Gomindanning ichki qismida josus bo'lib ishlagan kishilarning o'ynagan rolidan ish tushidiki kemib qolmaydi. Kompartiya bu cho'ng daraxt hozirgacha og'dirilmadi. Bu daraxt yamishib, meva uzib yeyotgan maymunlar mevalarni qo'yniga qachilayotdi. Bu cho'ng daraxtni tashlab ketib, boshqa uchoqqa o't qalamoqchi bo'layotdi. Bularni ko'zib turgan podshoh maymun va uning boshqa yordamchilari faqat ikki ko'zi va ikki putuli bor. Ikki ko'zi var, ikki putuli bor. Boshqa chorasi yo'q maymunlardir. Bu ani tutib olsa, masalan, ko'z tutib turish jarayonida ani tutib olsa, B maymun qochib ketadi. Beni tutib olsa, A maymun qochib ketadi. Podshoh maymunni texmi g'azablandi, podshoh maymunni texmi g'azablantiradigan bir taraf shuki, hozir ko'zga tushmagan maymunlar avval podshohning keng qo'rsaqligi va uni shafqatini aslaydigan va shuni tilga ilib so'zlaydigan bo'lib qoldi. Demak, hozirgi podshohni maymunlar yaratmadi, burungi podshohni aslaydigan bo'lib qoldi deydi. Ketmoqchi bo'lgan maymunlarning podshosi qutqizib qola olamdi deb. Bu Xechinglan xonim, iqtisodshunos xonim, bu ko'proq Jungoning iqtisodiyoti to'xtalayotganda konkret tabiiy holda hukmlar bilan emas, konkret voqealar bilan ish ko'radigan xonim yuqorida aytayotgan maqolaning mazmuni hozir maymunlar to'zish oldi turibdi. Podshoh maymun Jungoda iborat bu cho'ng daraxtni saqlab qola olamdi va shu cho'ng daraxtga yamashqa maymunlarning qochib ketishini to'sib qola olamdi deydi.